Assalomu alaykum. Kuzatuvchilar, Nursal usta muxlislari mana. Haligi qo'ygan videomiz shafkalarini chiroyli qilib tunikafon qilib aylantirib chiqdik. Mana yerda so'rtad ustini tom qilib naves qilib yopib berdik. So'rtamiz aslida pastroq edi, ko'tardik, shu yerda ustimda tashlab metga oldik. 30 santimetrdan bular so'rtadni ko'tardik. Ular ham o'zimizni qo'limizdan chiqqan. Mana hali bir xona kichkina uyda oddiy splashni patalo bo'ladigan edi. Hammomga eshik ochdik, spannebat. Kalidorimiz. Mehmonxona o'zlari tanlashib asonlarni nima qilishdi, shuni qilib bering deyishdi. Deb bitta elektr montaj ishlarini qildik. Hop, mana o'sha hammomimiz. Plastiklarini qilib, mana ispaniyal ichidan kirish eshik ochilgan. Mana dekor plaslari bitib, hammalarni joy-joyiga qo'yib, aristonlarni ilib qaytarib, hamma xizmatlarini qaytadan qilib berdik. Endi xudo xolasa yana bir oy ichida eshik romlar qo'ydirib beramiz deyishyapti. Mana shu xonalarning ichlarini ham yuksakardan ashifga qilib, minivatalar solib, ichlarini yana abo qismlarini qilib berasizlar deyishdi. Xo'p deb rahimli, xudo xolasa endi a'lani ham bitganda qo'yamiz endi xudo xolasa.